Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz shaftoli ko'chatlarimiz nasib bo'lsa noyabr oyiga ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Mana podboylariga e'tibor berishingizni so'raymiz. Mana podboylari, formalari mana formalariga e'tibor berishingizni so'raymiz. Mana nimada. Bu yerda 5-6 xil shaftoli turlaridan mavjud. Bing Ben, amerikansk shaftoli, anjir shaftoli, Amerikan Lola, Abelni, Star va boshqa yangi turlardan ham payvandlik qilganmiz. Ana ko'chatlarimiz noyabr oylarida nasib bo'lsa bu ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi sotuvlarda. Qanaqa ko'chat turlaridan kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lanib telefon qilib murojaat qilishingizni so'raymiz bemalol. Mana hozir sizlarga shaftolini Bing Benni o'zimizni bog'imizdan mana olib turib payvand qilganmiz ona daraxtidan ko'rsatamiz. Mana so'z isboti bilan deganda mana Bing Ben shaftollarimiz mana 2026-yil 11-iyun sanasida pishgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zimizni shu daraxtdan olib turib payvand qilganmiz. O'zimizni bog'dan. Kalibrlarini ko'rishlaringizni so'raymiz. Mana kalibrlar katta-katta. Holati mana 5 yillik daraxt. Kami 25 kilo, 30 kilo meva solgan. 20 kilodan 25 kilogacha, 30 kilogacha mevasi bor. Va boshqa turdagi daraxtlarimiz ham, ko'chatlarimiz ham mavjud. O'sha turdagi ko'chatlarimizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, shaftoli, gilos, olma, qaroli, nok va boshqa turdagi ko'chatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib so'rashlaringizni so'raymiz. Barcha ko'chatlar